Uzdul PHP derski 27. qism MyCircle sandan bağlaş. MyCircle sandanı MyCircle astısı connect ondan keyin mavu tırnaq funksiyasi orqali PHP-ga bağlab işlatamiz. Buningki grammatikasi qaraydigan bo'lsak, buning grammatikasi ma'qul holatda bu yerda mulozim tirnomi, sandan a'zonomi, sandan paroli mavu 3 qiymatni kirgizib, shu mavu buyruq orqali, funksiya orqali MyCircle-ni PHP-ga ulaymiz. Anki ma amli misol qaraydigan bo'lsak, amli misolda masalan con ma localhost bo'ldi, mulozim sandanning a'zonomi uzdil, sandan paroli sabori 120 bo'lgan bo'lsa, agar sandan ulanmay qolgan bo'lsa, undaqda bu sandan xatolik uchur chiqdi degan uchurni ko'rsatib berdi. Agar unda bo'lmasa, sandan ulanib mayad, masalan, azroq bir qism boshqa sandan ulangandan keyin kodlar kelsa, oxirida bu sandan ishlatib bo'lgandan keyin mulozim tirni qo'llash uchun bu sandanni taqib o'tamiz. Bu sandanni taqash buyruqi.